Bizda mahsulotlar tabiiylikka asoslangan. Mingga yaqin mijozlarni xursand qilganmiz. Surxondaryo viloyatida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda hudud iqtisodiyotini izchil qo'llab-quvvatlash maqsadida Turon bank tomonidan bir qator samarali va istiqbolli mikro loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Jumladan, Farangiz namuna mas'uliyat cheklangan jamiyatga bank tomonidan aylanma mablag'larni to'ldirish hamda qurilish mahsulotlarini xarid qilish uchun 300 million so'm miqdorida kredit ajratildi. Mazkur moliyaviy ko'mak korxonaning savdo hajmini kengaytirish, faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, ushbu loyiha orqali fuqarolar doimiy ish o'rni bilan ta'minlanmoqda. 2015-yil ish boshlaganimizda ishchi xodimlarimiz soni 4 tadan 6 tagacha edi. Hozirgi kunda kelib ishchi xodimlarimiz soni 30 taga yaqin. MDF mahsulotlari, eshik va mebellarni ishlab chiqaramiz. Ichki bozorlarga asosan ko'proq buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Biz korxonamizda ustoz va shogird an'anasini yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni yangi kelgan birorta ishchi xodim usta bo'lgan holatga yetgandan keyin uni biz o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Quruvchilar uchun asosiy liniyani yo'lga qo'yganmiz. Sifat darajasi yuqori, lekin narxi hamyonbop bo'lgan eshiklarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Korxonamizni kelajakda kengaytirib, xudo xohlasa o'zimiz ishlab chiqaradigan mahsulotlarni qo'shni davlatlarga eksport qilishni reja qilganmiz. Shuningdek, Termiz Imran mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan mehmonxona faoliyatini kengaytirish yo'lida muhim qadam tashlanib, zamonaviy mebel jihozlari va maishiy texnika vositalari xarid qilinmoqda. Mazkur loyiha uchun bank tomonidan ajratilgan kredit natijasida yangi ish o'rinlarining yaratilganligi hududda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shmoqda. 12 ta xonamiz bor. Umumiy hisobda mehmon sig'imi 40 ta. Hozirda 3 kishi ish bilan ta'minlangan. Bizda hozir shunaqa loyiha yo'lga qo'yildiki, kimki resepshenlikni o'rganmoqchi bo'lsa, mehmonxona tizimida qanaqa ishlash kerak, qanaqa xizmat ko'rsatish kerak, bemalol o'rgata olamiz. Kelajakda maqsadlarimiz bor, ishchi sonlarini kengaytirish niyatdamiz. Xonalarimizni yana 10-15 tagacha ko'paytirish harakatidamiz hozirda. Viloyatda amalga oshirilayotgan yirik va istiqbolli loyihalardan yana biri Brightly Mega Water mas'uliyat cheklangan jamiyat faoliyatidir. Mazkur korxona yaxna ichimliklar va sharbatlarni zamonaviy uskunalar yordamida ishlab chiqarmoqda. Korxonaning ustab jamg'armasi 7.3 milliard so'mni tashkil etadi. Yillik tovar aylanmasi 27.5 milliard so'mga yetib, davlat byudjetiga 3,5 milliard so'm miqdorida soliq va to'lovlar amalga oshirilmoqda. Hozirda korxonada 52 nafar xodim mehnat qiladi hamda joriy yilning o'zida yana 8 ta ish o'rni yaratildi. 2026-yil uchun korxona oldiga yanada ulkan maqsadlar qo'yilgan. Jumladan ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mevalarni chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yish, limon sharbati ishlab chiqarishni tashkil etish hamda eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, qo'shimcha 15 ta yangi ish o'rni yaratish va tovar aylanmasini 16,5 milliard so'mga oshirish ko'zda tutilgan. Kelgusida esa sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash yo'nalishini yo'lga qo'yish orqali faoliyatni yanada kengaytirish rejalashtirilmoqda. Olma, ananas, shaftoli, apelsin, mango sharbatlari, tabiiy soklari bor. Bizda mahsulotlar ximikatsiya parashyotlarsiz. Hozirgi kunda kelib, korobkalik mahsulotlar, soklarimizni ishlab chiqaryapmiz. 2026-yilda rejamizda tushgan limon sharbatlari qo'shilyapti. Mutaxassislarimiz Hindistondan yosh mutaxassislarni ishga jalb etyapmiz. O'qishni tugatgan yosh talabalarimiz faoliyat ko'rsatishadi. Hozirgi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonlarga eksportni boshladik. Mazkur loyihalar nafaqat alohida korxonalar rivojiga, balki butun hudud iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Eng asosiysi, ular orqali yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Aholi daromadlari oshib, tadbirkorlik muhiti yanada mustahkamlanmoqda. Turon banki esa ana shunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatimiz iqtisodiy yuksalishiga o'zining munosib hissasini qo'shishda davom etadi.